Kamaz Furgon Bortli 1987-yil Toshkentda akalar mashina sotiladi. Videoga like bosib qo'ying, qisqacha ma'lumotlar bilan tanishtirib o'taman. Narxini ham video davomida aytib o'taman akalar. Mashina nahadu holatda ishlab turibdi akalar. Rama, rusullar usulini baqvat qilingan ekan. Hech qanday suvarka turshanalari yo'q. Xullas 20 tonna yuk bemalol oladi deyapti akalar. Padramalari ham baqvat qilib qo'yilgan ekan. Motor korobka mo'xsarida hech qanday ish yo'q akalar. Tormoz sistema, daja apparatlariga chiqib qo'yilgan ekan. Xullas hech qanday ish yo'q. Ishga tayyor mashina akalar. Balonlari ham 10 ta pashti yangi 90% holatda turibdi. Xullas narxi 7800 dollar akalar. Egasining nomida telefon nomerlarini qo'yib qo'yaman. Bemalol aloqaga chiqib, to'liqroq ma'lumot olib, savdolashib olib ketsanglar bo'ladi. Bosinglar.